Har narsaning boshi, ya'ni boshlanishi bo'lgani kabi uning yakuni ham albatta bo'ladi. Bu muqarrar va bundan hech narsa mustasno emas. Do'stlarim, ushbu gaplarimdan menimcha top 5 chempionatlarning yakuni haqida gap ketayotganligini allaqachon anglab yetdingiz. Bahor fasli ham sekin-astalik bilan o'z nihoyasiga yetgani sari Yevropaning top 5 chempionatlari ham birin-ketin yakuniga yetmoqda. Deyarli barchasi o'z nihoyasiga yetdi desak ham bo'ladi. Albatta Angliya Premyer Ligasining so'nggi turi bugun parallel bahslarga boy bo'ladi. Shundan keyin ushbu mavsum bilan rasman xayrlashsak ham bo'laveradi. Ya'ni milliy chempionatlar doirasida demoqchiman. Italiya A seriyasida Napoli chempion, Germaniya Bundesligasida Bavariya, Fransiya chempionatida Paris Saint-Germain, Angliya Premyer Ligasida Liverpool, Ispaniyada esa Barselona. Milliy chempionatda chempion bo'lgan jamoalarni albatta tabriklab o'tamiz, o'z odatimizga sodiq qolgan holda. Lekin ular qanday chempion bo'ldi va ularning taqdirlari haqida hozir gaplashmaymiz. Bu suhbatni keyingi dasturlarimizga olib qo'ygan holda kecha bo'lib o'tgan Real Madrid Real Sociedad bahsi haqida gaplasha qolamiz. Chunki ushbu bahsning natijasi va hisobi bizga unchalik qiziq va muhim bo'lmasa-da, ushbu bahsda futboldagi butun boshli bir tarix ham o'z faoliyatini yakunladi. Menimcha do'stlarim, gap Luka Modric haqida ketayotganligini allaqachon tushunib yetdingiz. Ushbu bahs davomida Lukas Vaskes ham qirollik klubi bilan xayrlashdi. Ushbu bahsda Cherepaxa Ninsa dubl qayd etib, oltin butsani ham deyarli qo'lga kiritib bo'ldi. Albatta, Muhammad Salah bugungi bahsda 4 ta gol urib yubormasa, u o'zining oltin butsasini yo'qotmaydi. Ushbu bahsda muhim bo'lgan Luka Modricdan tashqari ikki jihat mana shu edi. Ikki jihat haqida ham gaplashib bo'ldik. Keling endi Maestroni bir xotirlaylik va uni biz ham munosib ravishda kuzatib qo'yaylik. Real Madrid klubi xorvatiyalik Maestroni 2012-yili Tottenham klubidan shaxsan o'sha vaqtlardagi jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinyoning iltimosiga binoan 35 million yevro evaziga sotib olganda va shundan so'ng naqd 13 yil mobaynida u qirollik klubi sharafini himoya qildi. Keling endi Maestroning Real Madrid bilan qo'lga kiritgan sovrinlarini, individual sovrinlarini va statistikalarni bir sanab o'tsak va yodga olsak. Luka Modric Real Madrid klubi bilan naqd 5 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini qo'lga kiritdi. 3 marotaba Ispaniya La Ligasida zafar quchdi. 2 marotaba Ispaniya kubogini Real Madrid bilan birgalikda boshi uzra ko'tardi. Naqd 4 marotaba UEFA kubogida ham zafar quchdi. Real Madrid bilan esa naqd 5 marotaba klublar o'rtasidagi jahon chempionining chempioniga ham aylandi va boshqacha bo'lishi mumkin emas. Chunki Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini qo'lga kiritgan klub ushbu musobaqada ishtirok etardi va har yili Yevropa klublari bu musobaqada zafar quchardi. Luka Modric esa Chempionlar Ligasini 5 marotaba Real Madrid bilan qo'lga kiritib, ushbu musobaqada 5 marotaba ishtirok etdi va 5 marotaba jahon chempioniga aylandi. Ispaniya Super Kubogini esa jahon chempionligidan 1 marotaba kam, ya'ni 4 marotaba qo'lga kiritdi. Shu tariqa do'stlarim, Luka Modric qirollik klubi bilan 15 mavsum ichida, aniqrog'i 15 yil ichida 23 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Uning shaxsiy natijalari ham, aniqrog'i shaxsiy statistikalari ham hayron qoldiradigan darajada. Lekin har xil manbalar uning shaxsiy statistikalarini har xil berayotganligi uchun bu ma'lumotlarni berishga biroz qiynalamiz va ba'zi ma'lumotlarda xatolik ham bo'lishi mumkin. Buni ham inobatga olib qo'ying. Yuqorida ham Luka Modricni 5 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini qo'lga kiritgan deya ma'lumot berdik. O'zi aslida esa Luka Modric Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini 6 marotaba qo'lga kiritgan. Bu yerda ma'lumot berishda sun'iy intellekt va biz tomonidan biroz xatolik o'tgan. Mayli, bu mayda-chuyda narsalarga e'tibor bermaymiz. Mening shaxsiy fikrimcha, albatta, uning 2018-yilga qo'lga kiritgan oltin to'p sovrini uning futbolchilik faoliyati davomidagi eng muhim sovrinlardan biri bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi oltin to'p
bu har qanday futbolchining orzusi. Albatta, juda ham ko'pchilik ushbu oltin to'pni Cristiano Ronaldodan o'g'irlangan deb ham hisoblashadi. Balkim shundaydir, balkim unday emasdir, lekin bu masala ushbu dasturimizda gaplashiladigan masala emas. Har qanday holatda ham faktligicha qoladi. Fakt esa 2018-yilgi oltin to'p Luka Modrichning oltin to'pi ekanligini tasdiqlab beradi. U esa albatta ushbu sovrinni o'sha yili Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini qo'lga kiritganligi va Rossiya yashil maydonlarida o'tkazilgan Jahon chempionatining finaligacha bora olganligi va Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deya tan olinganligi bilan izohlanadi. Endi esa do'stlarim, barchasi hozircha noma'lum, ya'ni Luka Modrichning kelajagi. Ba'zi bir manbalar uni Inter Miami klubi safiga borib, Leo Messi bilan birgalikda to'p suradi desa, ba'zi manbalar uni Saudiya Arabistoniga yubormoqdalar. Bu yog'ini ko'ramiz va kuzatamiz. Yakunda maestroning qaysi chempionatda futbolchilik faoliyatini davom ettirishiga guvoh bo'lamiz. Bizning qo'limizdan faqatgina ko'rish va kuzatish keladi xolos. Va albatta Luka Modrichga omad tilab qolish ham. Barchasi uchun senga katta rahmat, maestro. Do'stlarim, shu bilan birgalikda dasturimiz bosh homiysini eslatib o'tish ham mening vazifam. Gap shundaki, endi bosh homiyimiz yangi mijozlar uchun bonus pullarini biroz kamaytirdi. Endi oldingida yangi mijozlar uchun 21 million so'mdan bonus pullari ajratilmayapti. Hozircha 5 million so'mdan bonus pullari sizga taqdim etiladi. Buning uchun esa ushbu videorolikning kommentariyasidagi manzil orqali o'tib ro'yxatdan o'tishingiz va bot emasligingizni tasdiqlash uchun hisobingizni istalgan summa evaziga to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Marhamat do'stlarim, o'zingizga tegishli 5 million so'mni qo'lga kiritib oling va xohlasangiz uni kompaniyada ko'paytiring. Xohlasangiz biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pullarni begona qo'llarda qoldirmang. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.